Hammaga assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Joninglar omonmi? Zagrebda yuribman. Soya salqinga aylanib, sayr qilib sentrda. Bitta firma chiqyapti. O'sha yerda Xorvatiyaning o'zida yurgan masterlar bo'lsa ham qurilish bo'yicha, bilasizlar, asosan qurilish bo'yicha bo'lyapti. Armatura, apalavka bo'yicha masterlar. O'sha yerda yurganlar bo'lsa ham ish bor. O'zbekistondan ham deyapti. O'zbekistondan endi u lekin ko'rmagan, bilmaganman Farruh. O'shadan bitta ikkita nima bo'lsa ishlatib ko'ray, keyin bilay deyapti-da. O'zbeklar qanday ishlaydi, yo'q, yangi firmada. Shunga o'sha yerdan yo'naltiraman. Keyin agar hozir O'zbekistondan ko'rib turganlar juda ko'p. Bu yerdan ko'ra O'zbekistondan ko'rib turganlar ko'p. Men bilaman shu ustalar. Faqat akalar shu armatura, apalavkani biladigan. Masalan, deylik 4 ta armaturchik, 4 ta apalavchik. Shunday bo'lsa ham zo'r master bo'lish kerak. Keyin nomerim Telegramni qoldiraman, mayli. Telegramga qilgan ishlardan, mana shu armatura, apalavka bo'yicha qilgan ishlardan rasm, videolar обязательно tashab qo'ysalar, men ko'rsataman Xorvatga. Chunki konkretni chestni bo'lish kerak. U chestni, Xorvat masalan, u chestni bo'lgandan keyin biz ham chestni bo'lishimiz, aldamasligimiz kerak. Ipsa kartonchik bo'lib turib, apalavchikman deb borib aldab bo'lmaydi. Shunday. Masalan, siz meni aldasangiz, keyin Xorvat nima deb o'ylaydi? Meni aytib o'ylaydi-da. Bu meni aldadi Farruh deb. Xorvat agar meni aldasa, Farruh aldadi deb sizlar o'ylashlar mumkin. Shuning uchun o'rtaga turgan odamga va qiynab qo'ymanglar. Chestni borini aytib, kim shunaqa usta, iloji boricha shunaqa ustalar. Armatura, apalavchik, mana apalavka bo'yicha yog'ochdan, keyin mana o'zimiz ham ishlayapmiz, qo'yib boryapman. Oldin videolar qo'yganman. Kirib ko'ringlar, shunaqa apalavkalar. Shuni masteri bo'lish kerak-da. Shu ishni masteri bo'lish kerak. Konkretni qila oladigan masterlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yo'naltirib qo'yaman. Men bir gaplashib ana qilaman. Hamma tarafini. Faqat o'sha ishda keyin rasm, videolarni обязательно tashab beringlar, ko'rsataman. Ma'qul bo'lsa, keyin kerak bo'ladigan hujjatlar bilsanglar kerak. Diplom qilamiz, tayyorlaymiz. Diplom, nisudimni sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Nisudimni spravka. Keyin uni apostil qilamiz. Keyin pasportingiz shu. Boshqa narsalar biz chiroyli joylarga yerda ham chiroyli chizib qo'ydik. Shunaqa hujjatlar kerak bo'ladi. Ko'p bunday qog'oz qalam hujjatlar qilinmaydi. Mana shu hujjatlar bo'yicha kerak. Faqatgina chestni aldamasdan akalar, shunaqa usta bo'lish kerak. Boshqacha usta bo'lib, unaqa ustalar iloji boricha yana bir marta qaytarayman. Bir-birimiz vaqtimizni olmaylik, chunki hozir unaqa ustalarga ish yo'q-da. Boshqa другой ustalarga. Hozir aslamdoy apalavka bo'yicha. Apalavkani lekin chotki yasab tera oladigan, mustaqil qila oladigan odam bo'lish kerak. Masterni chertyoji bilsa undan ham zo'r. Oyliklar keladigan bo'lsa, oyliklar ham kam pul topmaydi. Kamida masalan yaxshigina pul topadi, kamida 8 euro, 9 euro kamida-da o'sha. Ketaveradi, keyin ko'tarilib, asta-sekinlik bilan tushunasiz. Yotoq beradi, yemoq beradi. Yemoqda o'sha pitaniyan pulni berishi mumkin, shunaqa. Pul beraman degan. Konkret nech pul berasan bu demadim. Faqat hozir bir hafta 10 kuncha vaqtimiz bor. Shu menga rasm, videolar tashab, shunaqa ustalar anaqa qilinglar. O'sha ishlar bo'yicha bitta tanlab ko'rib, gaplashib, anaqa qilib boshlaymiz. Faqat to'g'ri tushuninglar. Hammaga birdan atvet bera olmay qolaman. Faqat o'sha tomon to'g'ri tushuninglar, chunki o'zim ishlaman. Mana yakshanba dam bo'lyapti, hozir dam olaman. Kallani joyiga qo'yib, голосовой qoldiringlar, iloji boricha голосовой yozinglar. O'sha bo'yicha tezroq atvet bera olaman-da. Shunaqa, xudo xolasa yaxshi ishlar chiqyapti asta-sekin. Endi vizalar ham приглашение chiqib boshlaydi. Chunki turist sezonga ham 1-2 oy qoldi, tugaydi. Bir oylar qoldi. Ko'p ham qolmadi. Shunaqa. Videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'limdan kelgancha mana yoritib boryapman, ko'rsatib boryapman. Xizmati, xarajati qancha, ular keyin kelishamiz, gaplashamiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Shunaqa gaplar akalar. Shunday, hozirroq sayr qilib yuribman mana. Zagreb ko'chalarini qildirib. Bitta o'zim chiqim yo'q. Shu gaplar akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa yangiliklar oldinda. Aytganda shunaqa masterlar yana 3-marta qaytaryapman. Shunaqa masterlar menga yozinglar. Qilgan ishlardan обязательно rasm, video birdan tashab beringlar. Farruh, men mana apalavkani mana unday qilganman, mana unday terganman. Men oldingi videolar qo'yganman. Bu yoqdagi qanday apalavka terlar, qanday yasalar. O'zimiz ish jarayonida. Shuni kirib ko'ringlar, tushuna olasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'linglar.
kuzatishda davom etinglar обязательно. Tez video qo'ya olmayapman, lekin shorts qisqa videolar qo'yapman. Chunki fizikaga charchab qolyapti odam. Issiq ham mana o'sha yana qayta issiq bo'lyapti, ishlayapmiz. Armatura apalovkada ishlayman, o'zim ham ishlayman. Qorayib ketganman, ko'rsanglar, vobshe qorayibman. Peshat kiygan joyim oq, bu ham qorayib ketganman. Shunaqa gaplar akalar, joninglar sog' bo'lsin, sog'lom bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Shunaqa ustalar yozinglar, Telegramga, WhatsAppga yozib, rasm video tashab qo'yinglar обязательно.